Hey yo barchaga assalomu alaykum obunachilar, bugun men Renzo obunachilar va bugungi yangi videomizda qishlog'imizda video olishga qaror qildim obunachilar va bu yangi videomizga ham like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Unda hammaga omad bo'ldi. Men kompyuter ishlarimni qo'lga hozir video montaj qilayotgan edim obunachilar, sizlarga ko'rsatay deb qoldim. Bilmayman negadir yo'qmayo. İşte qilyaptimi obunachilar? Yo, what the fuck kim bo'ldi bu? What the fuck ish kelmay boshlayman. Assalomu alaykum, qalaysizlar janoblar, o'chinsizlar? Millioner, siz bu yerga nima maqsadda keldingiz? Men bu yerga seni uyingni olmoqchiman. Men uyimni lekin sotmayman, to'g'risi. Sen sotga demayapman, o'zim olmoqchiman pulga. Oldinga siqqancha pul beraman. Yo, lekin $100 ham bersangiz men bu uyimni sotmayman. Chunki bu uyim meni jonajon uyim, ko'rasizlar mana. Temirchilik uyim bobomning bobosidan ham qolgan, bobomning menga короче nevarasidan ham qoladi. Короче uyimni sotmayman-da men demak. Demak sen sotmoqchi emassan, to'g'rimi? Men yaxshilikcha so'radim sendan. Dada sotmayman. Qo'lingizdan kelganini qiling. Makillab qo'lyapman, uzr obunachilar. Tamom, ozgina buzilib nima bilan o'qib qolyapti. Dada sotmayman, nima qilasiz? Demak sen sotmaysan uyingni menga. Lekin senga yaxshi variant aytyapman. Og'zingga siqqancha pul beraman deyapman. Yo'q, menga pullaringiz kerak emas. Politsiyalaringiz ham olib bergan yo'qolinglar. Tushunmadim, sen menga aytyapsanmi? Dada, uchalaringizga ham aytyapman. Yo'qolinglar bu yerdan, men uyimni sotmayman, короче. Okey, nima deydi? Mazza fazil nima deydi? Obunachilar, what the fuck? Boshim og'ritib aytilibdi, men montaj qilyapman. Shuncha mehnat ketyapti obunachilar, shuncha mehnatga albatta like bosib qo'yishni unutmanglar obunachilar. Chunki men tezroq 1k obunachi yig'ishim kerak obunachilar. Demak like bosishni unutmaymiz obunachilar. Okey, mayli. Men montaj qilyapman, videolarimni montaj qilib olay obunachilar va ertaga va nihoyat video chiqadi. Yangi qishloqda olingan videomiz chiqadi. Yaxshi, obunachilar yetdi obunachilar. Unda bir tashqariga chiqib aylanib kelishni. Yo. Hali ham. Unda demak merdan so'rash kerak. Chunki u qishlog'imizga millioner jitil keldimi? Mer uni kirgizgan millioner qishlog'imizga. Короче, millionerni jitil mer kirgizganda, короче, obunachilar. Mer uydamikan? Assalomu alaykum janob mer. Uydamisiz? Sekin. Yo, uydamas ekanlar obunachilar. Demak qattalar. What the? Yes, ko'rmayapti. Voy, malakum janob mer. Assalomu alaykum janob mer, qanaysiz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, qanaysiz? Renzo, yaxshimisan? Video olyapsanmi yo'q? Dada, qayerdan bildingiz video olayotganimni? Ana kamera ushlab turibsan-ku, video olyapsan demak. Dada, bilib qoldingiz-da. Xo'p, men asosiy so'ramoqchi bo'lgan maqsadim ana bu millionerni qishlog'imizga kiritdingizmi? Politsiyachilar ham kirib menga nima uyingni sot deydi, nima deydi? Masa faza deydi, короче. Dada, o'shani men kiritgan edim, uyingni sotmadingmi? Yo, men yo'q dedim. Politsiyachilar ham menga do'q-po'pisa qilishmoqchi bo'ldi. Uzr. Yo'q. Uzr, nima? Mer, uzr. Qo'lim tegib ketdi. Hech qisi yo'q bo'lib turadi. Shu politsiyachilari menga do'q-po'pisa qilmoqchi bo'ldi. Uyingni berasan, maza birozi shunaqa deb do'q-po'pisa qilmoqchi bo'ldi. Короче, men uyimni bermadim. Qisqasi qilaylik. Xo'p, mayli, millioner. Mer, mayli. What the fuck, ko'rasizlarmi? Obunachi nima bo'ldi? What the fuck? Uy qurishda ishlatilgan narsalar bor ekan. Jitellar shu yerga solib qo'yganda, yana jitellar. Xo'p. Normalniy. What the fuck? Bularga qanaqadir bagmi obunachilar bular. Bular qanaqadir bag ekan obunachilar.
Hop, mayli obunachilar. Okey. Okey, mayli. Mendan ham so'radim. Men kiritganman dedi. Bildim, men o'zim bilaman-ku, men kiritganda o'sha nimaga? Meni oldimga. Mer kiritgan, demak mer kiritmasa bu ishlar bo'lmaydi-da, obunachilar. Tak normalniy obunachilar. Endi men biroz kompyuterda Minecraft o'ynayman, obunachilar. Obunachilar, men Minecraft ham o'ynadim, obunachilar. Oradan 1-2 soat o'tdi, kompyuter ham normal qilib ketdi. Obunachilar, menimcha bugungi videom shulardan iborat edi-da, menimcha millioner qaytib kelmaydigan bo'ldi. Menga do'q bo'lib saqladimi bu millioner va basharasiga oyog'im boltamni olib chiqib shataq qilib qo'yar edi, politsiyachilar bor ekanda yonida. Bu meni qamoqxonaga olib ketib qamashlari mumkin edi-da. Shundan qo'rqib qoldim-da, obunachilar. Xo'p, hammaga xayr obunachilar. Bo'lmasam videom shu yerdan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, videomizga birdan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr. Sizlar bilan men Renzo bo'laman, obunachilar.